Hamza 1929-yilda fojiali tarzda hayotdan ketadi. Hozir men Qo'qonda Taraqchilik mahallasida turibman. Bu joyda ko'rishingiz mumkin. Hamza Hakimzoda Niyoziyning uy muzeylari bor. Bu insonni hamma taniydi. Hozir bir agar vaqtlar ajratib qo'ysangiz, mana shu insonning qanaqa uyda, qanaqa holda yashaganini birgalikda ko'rib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, bugunsiz charchamasizmi? Xush kelibsizlar Qo'qonga. Ushbu muzey 1959-yilda tashkil etilgan. Aynan bu xonadon o'zi asli 1880-yillarda Hamza Hakimzoda Niyoziyning otasi Ibn Yamin tomonidan qurib bitkazilgan. Koridor qismida biz ko'rishingiz mumkin, o'sha qozonlar qilingan. Doim o'sha ayollar kirib chiqmagani, mana shu yerda ovqatlar o'zi tayyorlanib, aynan mana shu mehmonxonaga olib kirilgan ekan. Bu yerda yuqori qismlari yog'och, ya'ni Qo'qon yog'och uymakorligi ustalar tomonidan bezatilgan, ya'ni vassa juft holida ishlangan, juda ham chiroyli tarzda, ya'ni kitoba shaklida qilingan. Bu yerda yana bir e'tiborga tortadigan jihati mana shu eshik. Bu eshik original holatda saqlanib qolgan, ya'ni buni e'tiborga tortadigan jihati, ya'ni bunda o'sha o'zida anaqalarini yo'qligi, oshxona-moshiqlarni hozirgidek, ya'ni bitta yog'och orqali qilinganligi, bo'ylari pastga qilib ishlangan. Sababi o'sha kirgan odam shu engashib o'tgan. Bu haligi xonaga assalom, salom, hurmat ma'nosida shunaqa qilinganda. Ham mehmonxona, ham bemorlarni ko'rish joyi bo'lganda bu yerda. Hamza Hakimzoda Niyoziyda o'zlari yashab ijod qilgan xonalari hisoblanadi. Ya'ni bu yoqda ko'rishingiz mumkin. O'sha pianino, bundan tashqari dutor mana bu to'g'rida 1920-yilda o'sha Hamza Hakimzoda Niyoziyning do'sti Xoldor Aliyev tomonidan Hamza Hakimzoda Niyoziyga sovg'a sifatida berilgan. Suratdagi 1919-yilda tushgan Hamza Hakimzoda Niyoziyning surati. 1914-yilga borib maktabga tushgan, o'sha Marg'ilonda muallimlar bilan tushgan suratlar. Aynan Hamza Hakimzoda Niyoziydan to'liq avlodlar qolmagan. 1959-yilda bu joy muzeyga aylantirilgan. Unga u davrgacha aynan mana shu xonadonda Hamza Hakimzoda Niyoziyning opalari Achaxon Niyozova istiqomat qilgan ekanlar. Asli shotut daraxtini Hamza Hakimzoda Niyoziyning otalari Ibn Yamin ekishgan ekanlar. Bu tomonda oshxona joylashgan. Oshxona xonadonda ikkita. Bu joyda faqat ovqatlar tayyorlanmagan, ya'ni tayyor ovqatlar bu yerga olib kelib xonadon a'zolari tomonidan yeyilgan. Endi shu oshxonaga kirganda chap tomonda kichkina xonamiz bor. Bu aslida o'sha Hamza Hakimzoda Niyoziyning otalari Ibn Yaminda ish joylaridan biri. Dorilar tayyorlagan. Mana shu yer o'sha dorilar tayyorlagan. Endi bu tomonda kichkina xona bor. Bu xonamiz endi qaznoq deb ataladi. Bu kichikroq omborxona. Bu ana shu xonadonning omborxonasi bo'lgan. Omborxonaning devorlari qalin qilib ishlangan. Buni sababi tashqaridagi iqlim issiq bo'lsin, mana shu xonadagi temperatura bir xil holatda saqlanganda. Oziq-ovqat mahsulotlari aynib qolmasligi uchun shunaqa bu yoqda ham shunaqa havo chiqish yo'lagi qilingan ekan o'sha paytda. O'sha eshiklari ham original saqlanib qolgan o'sha paytdan. Kichkina eshiklar. Mana bu kichkina yana bir xonamiz bor. Hamza Hakimzoda Niyoziyning onalari yashagan, ya'ni ayollar yashagan xona desa bo'ladi. Ayollarning ko'p vaqtlari o'tgan xonalardan bittasi. Hamza Hakimzoda Niyoziyning onalari ismlari Jahon bibi bo'lgan. O'sha paytda boyalik bilan shug'ullanishgan, oltinchalik qilishgan, bilimli ayollardan, oqil ayollardan bo'lishganda. E'tiborga tortadigan joy mana shu standartning o'zbek milliy isitish tizimi bo'lgan. Pastki qismida o'zi asli chuqur bo'lgan. Hozir ham bor o'sha joy, lekin hozir anaqa panos solingani uchun shu joy ko'rinmayapti. Xonadonning oshxonasi bo'lgan. Endi bu yoqda taomlar tayyorlangan. Shu kirganimizda bizni birinchi navbatda shu ko'riladigan anaqalar qozon o'choqlarida, qozon o'choq tandirlarda joylashganligi, asosan ovqatlar shu yerda qozon orqali tayyorlangan va bu yerda xonada tepadan tushirilgan devor borda. O'zi e'tiborga tortadigan joyi. Ya'ni bu tomondan o'tib qaralsa, tuynuklar joylashgan. Shu tutunlar nima qiladi? Chiqib ketish uchun. Mana bu devor esa o'sha qaytib kelgan tutunni, ya'ni xonaning ichiga kirmasligi uchun mana shunaqa pastroqqa tushirishgan ekan o'sha yerda. Bizning ota-bobolarimiz misdan keng foydalanishgan ekan. Sababi misda oshqozon kasalliklariga davosi bo'lgan. Shuning uchun biz anaqalarimiz ko'proq shuni misdan foydalanishgan. Yana bitta kirib keladigan xonamiz o'sha 9 ta xonadan bittasi. Bu Hamza Hakimzoda Niyoziyning ikkita opalari bo'lgan. Bittalarining ismlari Hojaro, ikkinchilari ismlari Achaxon Niyozova. Hamza Hakimzoda Niyoziy 1929-yilda Shohmardodda vafot etadi. Vafot etgandan keyin endi bu uyda chiroqni yoqib turuvchi kishi qolmaganda, Hamza Hakimzoda Niyoziyning opalari Achaxon Niyozova aynan mana shu uyda keyinchalik chiroqni yoqib o'tirishgan ekanda. Bu kishi bo'sh paytlarida chevarchilik bilan shug'ullanishgan. Aynan mana shu suratdagi Hamza Hakimzoda Niyoziyning opalarining surati. Yonidagi o'g'il bola farzand bu Hamza Hakimzoda Niyoziyning o'g'li Abbos, ya'ni otasi Shohimardonda vafot
o'ldirilgach, aynan Hamza Hakimzoda Niyoziyning mana shu o'g'li birga bo'lgan. O'ldirilgandan keyin mana shu do'stlari tomonidan keyinchalik Qo'qonga olib kelingan mana shu Abbos ammasining qo'lida tarbiya bo'lgan. 9 ta xonadon xona mana shu insonga tegishli ekan. Bular esa keyinchalik muzey sifatida tashkil qilinayotganda barpo qilingan ekan. Bu inson uyiga mana shu joydan yo'lak orqali kirib kelar xonadonga. Hozir bilganingizdek bu davlat tasarrufiga joy ekan.